Ой, biz qo'shilsak qo'yib beradigan o. Ketadigan-ku. O qaq balağı qaldı o. Şunu bilan men hep şundan Rüstemni tanıştım. Adaş, mavo Rüstem ağinam. Yaxshi ağinam. Tanışıp qaldı bizning Jag'istaylik balam. Buni Şöhret adaş. Muşu Qarmaydı Abduzayda uzun yıl oldu bu ağinam. Bu Şöhret dehşet mertçi mi adaş? Bu tutvagan meyman otallarmış da emas mı bununki? Qatti qo'yib bermaydi bu deb. Uni endi meyman qimisi bo'lmaydigan qilib qo'ydim da men. Mecburlar. Ha bu gap yo'q adaş, gap yo'q dedi. 10 kerim bo'lgan chaqda Abduzni beraylik. To'xtatib ay kalonga. Jiranlar adaş nima yeysizlar dedi. Langmanli yeylar adaş, langman degan ekan deb. Bir oshxona kirdik. Ham qaydi bo'yicha bir oshxona kirgan keyin mana salapatlik o'tirib, ahvol so'rashib, jutlarning halming bo'lib, eningdan tamoq chiqqan keyin, "Ya, sa'ala. O hozir chiqdi, menga sa'ala" deb mandaq takalluflar bilan yeysan-ku. Bir oshxonaga kirdik, uchimiz. Kiribla cho'k-pokini chiqirib, mushtaq o'tiryapmiz biz. 24 soat o'tirib bir menganga. O adam qanday g'ulji ishchilar yaxshimi dedi. Men u gap kallam shunday yaxshi adashtab. "Ya, saqam" deyman, "Fuya oyoqqa tikdi qara." "Ya, saqam" deyman, "Oyoqqa tikdi. Qachon bizning tamoq chiqa" deb to'pirlab ketib borman. Rüstem Lazcan batıka yarmini yapıptı o. Lazcan'ı kokuştu. Angıç işkileğimen çıktı. Camem, pamem bilen urvitip, sen futbolu can kerep. Rahmet olsun sana da talak çıkıp, kısak. Hoş Ruzaxon, hem de sizler nemiş kıl sizler? Deydi o bu. Biz nemiş kılımız deyine hem de. Sen nemiş kıl sen? 30 ayday mı? Bizim aydayla sen? O meylem sen de cire de. Başka neremiz var hem de? Aşınından başka. Abduzga çıktık. Haydi de bu bizge düştükken Qarmayning menzirlerini köstüman de bu. Mana adaş mayak var o. Bak Jaran bulaq çıktığın tarafı idiş ko diyorlar mana mışaqta adaş. Mayak mışılqı çok neftlik adaş. Mava mana mış maytaq ketiga yol dedi. O bizge menzir titamdı deyla. Keçti jünde bir yer yetib olsaqlı bo'ldi biz. Ening kayda adam ha Junqaristonda muşni işte yaman kat kiyimdan satıdı. Kiyim kiyecek ip qasanlar müşedi ilanlar cuma deydi. O biz kiyim eliş emas, uchimiz kiyimni satayli davatgan vaqti bu. O çelme, sen tutmadım. Ha, aştaqımızda da. Kechqurun bo'ldi. Balaga qaldi bu bayqosh uqmaydi. Kechqurun shula Abduzni yani kalon to'xtatib deb soat 7lar bilan. Xo'sh Ruzaxon endi sizlar nima ish qilsizlar? Deydi. Sen nima ish qilsa? Ama şu ishga gapdan boshqa gap tushmaydi o yerga. Va biz hamda uyga ketamiz deydi. Biz mi ketaylik adash? Jironlar deblar, shu 11dek Abduz aydaydigan bola, bo'ydaq bolalarga birlashib bir 80 ping-pongmi bir bino uyini ijara qilib, ashad yetib qopib Abduz aydab, yangidan tirishayotgan bolalar ekanda. Ashda bir uyimiz bor. Ashaga boshlab boraysizlarni dedi. Ma'qul deb bu uyga kirdik. Karadigan tanıştı diye. Vallahi mında ma Ruzax vaqinam keldi. G'uljin ekan. Yaman amdan chaqchaqchi mava. Vaqinsi Rüstem deydi. Chaqchaqchi degan anglab bu bolam uyini bir kayfiyat ko'tarib ketdi. Va Ruzax bo'ldi gap yo'q. Uni anglagan vaqinimizmi? Amsa deb Murat deb bir nochis vakandi bir 10 odam ichida bir nochis bo'ldi-ku. Burtliq. Yo'g'an tutqanlik nima. Ruzaxni kapta bolam mında qilaylik. Amsa buni uyda uni buni qilamiz demay. Bir restoran qilib boshlab ashadil so'rin qilaylik deydi-da. O xatarlik menga. O restoranga boramiz. Bu yerda o'ynab olib qaytgan chaqda endi sizlar nega borsizlar deydi-ku ish chiqib qolsa. Yana chiqadi. Ya adash, nim qilsa bo'ldi? Men uyingda qilmamsan mana. Dedim Rüstem kitob. Ada Napoleon qo'yildim dedi. Yaxshi mehmon uyga loyiq dedi. To'g'rimi adash? Uyda qilaylik dedi. Umma men o'ylaganni o'ylab bo'ldi abay. Bo'ldi uy bo'lsin dedi. To'g'ri kebab, tapanchi birimlar ishimlikdan akiliblar. Sorunni boshlab oldi. Cinim çıket içil bir vatma bulağa. Yarab kalaymışlağa. Tutturuvaki, itivatıma, çevatıma, çavak diyen çevatı da 12'ye bakanda mesuk etti. Lan Murat degene, Ruzaxon, oğul adaş, mening uyimda yetkizma eshikingni deb. Oppoq bir yo'l qolgan selib bir tar bir uyga ashada Rüstem ishkimiz yetib qoldik. Әтсәтгенді қоптық, яны нәгі барымыз дегіне? Ағидам Абдузға маңыды, біздің кейінден әйгішіп маңымыз. Мағымас, Абдузға шықты, біздің кейінділ шықымыз да Абдузға.
Abduzdan başka bizim panahgahimiz yok. İş gün mangandikin biletçiga oynayıp gitsek ya sudan. Koy çoğun çıkırıp etken ben biletçilikini. Ben Xansuç'un yaxşı bilmeyim Rustam Xansuç'u yama o işini retleydi ben tişiden adam ekirmen de Abduzga. Abduz'un yakımada bir tömür var çıkıp ölüp. Yavlaysan. Jaran bulak birader jaran bulak. Hadi bulunga. Bulak. Toksay çoğun adam kaldı. Bulunga. Ben çıkın Rustam. Koyma yoyuza. Cici adam baş takılıp bu iş gündüla biletçiga oylandık. Hem de sen kichkina bir ejir qilib yatayli. Haqli uyda. Tetimaysan go. Bu mehmon deganma bir 3 kunga yaxshiga qarab. 4-kundan tatib bulama. Dira qaraydigan bo'ldi. Ayanda oyoqlarni yeyish qo'ymizda, unda kelib, "Nimon jijiq oyoq qo'y, bu da bizning oyoqni tepida qarab chiqar." Nimon jijiq oyoq bu chiqarsam unda. Ay, vicdanımızı depsen qilgan cham tutma ekrivolimiz oyoqni. Ben turayorsam, xudo oyoqni hayli. 6-kunlarga borgan chaqda da so'qallarni ushirish qolsak. Qo'yib o'tib bo'ldi. 8-kunlari tamoqlarimiz langmalarni ipirvatdi, uygurlarga aylandi. 10-kunlari tayyor cho'plar kirib turgan bo'ldi bizga. Mana shuncha uygurlar o'xshaydi, yalayveringlar. 11-kunlari vaqtida rasmiy ishga boradigan bo'ldi bular bizga. Ya Ro'zaxo Abduzni juyatdinglarmi? Jiri juytaydi dedim. Men ishni juyma Rustam chaqin juydi qara. 13-kunlari vaqtda "Qani mening ko'kangsirem ochiqqina jugaman. Qani akangsirem. Dazma soldinglarmi?" Oy, yilqi balıva quchuli bo'ldik biz. 15-kuniga borganda taq to'shibdi. Elim baxti ya shu bolalar 15 kun ayishkimizni. 15-kuni u kuni Shuhratga bizni boshlab kelgan og'inam u kamida Abduzning o'shnima deb. Rustam ishklar yotatdiq. Birining ishini paras tep kirib mas zalda so'zladi. "Ey! O'g'illar degan erkakdek bo'lish kerak-ku. Numus deganni bilish kerak. Aşkanda o'zib ishlashmoqchi." Bizga da'vat edi. Hep qizil bo'lib ketibmiz yotganda. Xudo qarsam, Muratning ovozi nochisidan. Paras bizning ishga kirib ishga da'vatmi ben. Anıldık, bulduk, biz his qildik. Jenim adam bir kun qo'yib yetaydi, bir kun. Bu mallarimiz keldi, biz ketimiz. To'g'ri bo'lmadi qo'ydi. Dutachipray adashlar sapan aldab xud qo'yay deyapman men so'an ekan. Açık sapaga o'taqib dutachivatsam, "Ay, yana biring nima ish qildi?" deydi Rustam. "Yaman qo'rqib ketibdi o bayqosh. Men usulninki adashdim. Sankovilella." Aptapdan saqlash, namlik saqlash, nuqson yepish, teri ozuqlash önümiga ega bo'lgan Paridio o'z tansish oqat. Su sömürüçülüğü alaydı yaxşı. Talabcan anılarının hamrahi qari ko'z bovoqlar sakisi. Rahmat. Qayaning bu? Xotinning. Rahmat jinim ada. Rahmat, yama xo'sh bo'ldim. Rahmat jinim ada. Rahmat. Yama xo'sh bo'ldim ada. Rahmat sizga. Atsi ham tang atdi o'kini bir tangni atqizib oldik. Atqizib. Ya Rustam, aka deydigan yeri qolmadi-ku Rustamning. Ya Rustam, nima? Ketaylar bo'ldi ma uydan. O'lib ketkish tumaylar bu yerda. Burada sarangayabı. Jire shinglilan jig'a dedi. Oy, shinglimi yo'q bizda. Şu ishkital cho'tkimiz var. Yo'g'av yo'q, shu uninkini buninkini tekizib bir amal qilamiz. Shu shijajim qaldimi cho'tkini olamiz. O cho'tkiligidekmi bir ish yo'q bizning tishimizda-ku. Gan tayyor cho'p yeb 15 kun nimani cho'tkilaysadinglar? O cho'tkini nima biz shu yataqda yotgan kuni yevagan cho'tka. Cho'tkini yeplarqa tokchilardek menga amrit tiqadek. Qoldi. Qayladi deb. Tamam, men o'da Shuhratga qoldi kep. Nega? Adash rahmat, endi biz qaytaylik desam. Ha?
Koydum size. Ya vallahi koyduk ya. Ey, çabuk ey. Ben kirgen vaqt uchun necha so'sh kayfiyat bo'lib ketdi.